Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bor yo'g'i 110 ming so'm evaziga chamasi 25 kishiga yetadigan juda ham barakali akroshka taomini tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib kartoshkani to'rtburchak qilib to'g'rab, muzdek suvda chayib olamiz. So'ngra suv, tuz solib 15 daqiqa o'rta olovda pishirib olamiz. Va kartoshkalari ezilib, bir-biriga yopishib qolmasligi uchun alohida idishga olib qo'yamiz. To'g'ri, bu taomga go'sht solib tayyorlasa juda ham mazali chiqadi. Lekin har doim ham go'sht sotib olishga sharoitingiz bo'lmasligi mumkin. Endi siz ham go'sht solmasdan juda ham xushxo'r, yozni issiq kunlar esa muzdak qilib ichganda tanangizga rohat beradigan akroshka tayyorlay olasiz. Qaynatilgan tuxum, bodring va kalbasani to'rtburchak shaklida to'g'rab olamiz. Barcha mahsulotlarni bir xil hajmda to'g'rasangiz, akroshkaning ranglari chiroyli hamda iste'molga qulay bo'ladi. Idishimizga mahsulotlarni birin-ketinlikda solib, so'ngra taomimizni yanada mazali qiladigan suvni tayyorlab olamiz. Idishimizga yarim kilogramm suzma, 1 litr qatiqni solib, qaynatib sovutilingan suv, tuz hamda muzni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Do'stlar, akroshka tayyor. Unga ketgan mahsulotlarni grammajlarini izohlarda yozib qoldiraman. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yishni unutmanglar. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Bitta like bosib, videoni yaqinlarga jo'natib qo'ysanglar, xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.